Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan IDC matematika kitobi birinchi qism 12-mavzu daraja va uning xossalari, darajali ifodalar mavzusini misollarini ko'rishda davom etamiz. Bu 11-mavzuga o'xshaydi, o'shaning uchun ikkinchi qism deb qo'yilgan. Demak, birinchi misoldan boshladik. Qani, bismillah. Birinchi misolimizda 2 ning a darajasi 16 ga teng degan. Biz mana bu 16 ni 2 ning 4-si deb yozsak bo'ladi. Shunda ana joyiga nech qo'yganimiz ikkalasi teng bo'ladi desak, ikkalasini, ya'ni darajasini tenglashtirib olamiz. Shunda a teng 4 bo'ladi. Ya'ni buni darajasi a, ikkinchi tomon darajasi 4. A teng 4 bo'ladi. 3 ning b darajasi teng 9 berilgan bizda. 9 ni biz 3 ning kvadratiga olamiz. Endi darajalarni tenglashtirsak, b teng 2 bo'ladi. Endi bizdan a minus buni so'ragan ekan. Ana joyiga 4 qo'yamiz, minus buni joyiga 2 qo'yamiz. Ayirib olsak 2 chiqadi. Ikkinchi misolimiz. 2 ning a darajasi teng 32 ga. Bunda 2 ning a darajasi teng 32 ni biz 2 ni 5-si deb yozsak bo'ladi. Shunda a teng bo'ladi 5 ga. 5 ning b darajasi birdan yozib ketamiz. 125 bu 5 ning kubi. Shunda b teng bo'ladi 3 ga. Darajalarni tenglab olsak. Ikkalasining ham qiymatini topdik. Yig'indisini so'ragan. Ana joyiga 5, bani joyiga 3 qo'yamiz. Javob 8 bo'ladi. Uchinchi misolimizda 3 ning a darajasi teng 81. 81 ni biz 3 ning 4-si deb olamiz. Shunda a teng bo'ladi 4 ga. Endi 2 ning b darajasi teng 8 ga ekan. 8 bu 2 ning kubi degani. Shunda b teng bo'ladi 3 ga. Ko'paytmasini so'ragan. A ko'paytirilgan b ni 4 ko'paytirilgan 3. Bu 12 degan javob bo'ladi. 4-misolimiz. 5 ning a darajasi teng 625. 625 5 ning 4-si. Shunda a teng bo'ladi 4 ga. 3 ning b darajasi teng 1/9 ekan. Buni biz 9 ning minus 1-si deb yozsak bo'ladi. Ya'ni minus yo'q qilish uchun 9 ni teskari qilsak, yana avvalgi holatiga 1/9 ga qaytadi. Endi buni yana keltirib olamiz. 9 ni men 3 ning kvadrati qavs tashqarisida minus 1 deb yozaman. Endi agar qavsni ochib o'radigan bo'lsam, 2 ni minus 1 ga ko'paytiraman. Shunda 3 ning minus 2-si bo'ladi. Bu tomon 3 ni b darajasi, bu tomon 3 ni minus 2-si. Darajasini tenglasak, b teng bo'lar ekan minus 2 ga. Buni topib oldik, a ni topib oldik. Bizda ikkalasining yig'indisini so'ragan. A ni joyiga 4 qo'yamiz, plus b ni joyiga minus 2 qo'yamiz. Faqat qavs ko'p qo'yamiz, minusi borligi uchun. Qavsni ochib olsak, plus bilan minus o'rta minus bo'lib ketadi. Shunda 4 dan 2 ni ayirish kerak bo'ladi, 2 chiqadi. 5-misolimiz. 7 ning a darajasi teng 343 ga. 343 7 ning kubi. Shunda bizda a teng bo'ladi 3 ga. 2 ni b darajasi teng 1/8 ekan. Buni biz 8 ning minus 1-si deymiz. 8 ni 2 ning kubi oladigan bo'lsak, ya'ni yozamiz 2 ning kubining minus 1-si. Qavsni ochib olsam, 3 ni minus 1 ga ko'paytirsam minus 3 bo'ladi. Shunda buni darajasini buni darajasiga tenglashtiradigan bo'lsak, b teng bo'ladi minus 3 ga. Bizdan a taqsimini toping degan. A 3 ga teng, b minus 3 ga teng. 3 ni minus 3 ga bo'lib olsak, minus 1 chiqadi. 6-misolimiz. 2 ning a darajasi teng 0,5 ga. 0,5 degani bu 1/2 degani. Ya'ni 1 ni 2 ga bo'lsak yarim chiqadi. Buni biz teskari qilib yozib olsak, 2 ning minus 1 deymiz. Ya'ni minus yo'q qilish uchun teskari qilsak, yana avvalgi 1/2 holatiga qaytadi. Shunda bizda ko'rinib turibdi, a 2 ning a darajasi teng bo'ladi 2 ning minus 1-siga. A teng bo'ladi bu joyda minus 1 ga. Endi 3 ning b darajasini topishimiz kerak. Bu 27 ning minus 1-si bo'ladi. Minus 1-si. Biz 27 ni 3 ning kubining minus 1-si deb yozib olamiz. Hozirgi misollarda shunday yozib chiqamiz, keyingi misollarda to'g'ri yozib ketamiz. Demak, qavs ochib oladigan bo'lsak, 3 ni minus 1 ga ko'paytirsak, 3 ning minus 3-si bo'ladi.
Shunda ikkalasini tenglashtirib olsak, b teng bo'lar ekan -3 ga. A -1 ga teng bo'ldi. Bizdan A -1 ni so'ragan. A ni joyiga -1 qo'yamiz, -B ni joyiga -3 qo'yamiz. Faqat xavs ko'p. Endi -1 xavs topsak minus bilan minus plus bo'ladi, +3 bo'ladi. -1 ga +3 bu 2 degani. 7-misolimiz. 4 ning A darajasi teng 16. 16 degani 4 ning kvadrati degani. Shunda A teng bo'ladi bizda 2 ga. 2 ning B darajasi teng 1/16. Biz buni 16 ning -1 deb yozib olamiz. Shunda bu 16 ni 2 ni 4-si desak, bu 2 ning -4-si bo'lib qoladi. A teng bo'ladi, B teng bo'ladi -4 ga. A ko'paytirilgan buni so'ragan. A ni joyiga 2, B ni joyiga -4 qo'yamiz. Mana bu yerda so'ralgan. Shunda javobimiz -8 chiqadi. 8-misolimizdan davom etamiz. 11 ning A darajasi teng ekan 1331 ga. Bu degani 11 ning kubi. A teng bo'ladi 3 ga. 7 ning B darajasi teng ekan bizda 343 ga. Bu degani 7 ning kubi degani. B teng bo'ladi bu joyda 3 ga. Demak, A plus 1 so'ragan. 3 plus 3 bo'ladi 6 ga teng bo'ladi. 8 javob. 9-misolimiz. 13 ning A darajasi teng ekan 169. 169 degani 13 ning kvadrati degani. Bu joydan A kelib chiqadi 2. 3 ning B darajasi teng 729. Bizda 729 3 ning 6-si. B kelib chiqadi 6 ga. A minus 1 so'ragan. 2 minus 6. Bunda -4 degan javob bo'ladi. 9-misolimiz. 10-misolimizda 17 ning A darajasi 289. Bu degani 289 17 ning kvadrati, lekin teskari qilib yozsak 17 ning -2-si bo'ladi. Bu joydan A kelib chiqadi -2 ga tengligi. Endi 3 ning B darajasi 243 3 ning 5-si edi. Shunda 3 ning -5-si bo'ladi, bir taqsim bo'lgani uchun. B kelib chiqadi -5 ga ekanligi. A ko'paytirilgan B ni topadigan bo'lsak, -2 ko'paytirilgan -5. Minus bilan minus plus bo'lib ketadi, 2 ga 5 10 bo'ladi. 11-misolimiz. 11-misolimizda 2 ni x'i barobar 64 taqsim 9 ga. 2 ni y darajasi teng 9 ga. Bu ifodani ikkalasini tenglikni bu tomondagini tenglikni bu tomoniga, tenglikni bu tomondagini bu tomoniga ko'paytirib olamiz. Shunda bizning ifodamiz kelib chiqadi. Ya'ni mana bu joydan davom ettirib yozaman. 2 ni x'ini ko'paytiramiz 2 ni y darajasiga. 64 taqsim 9 ni ko'paytiramiz 9 ga. Shunda bu 9 lar qisqarib ketadi. Asosi bir xil bo'lgani uchun buni darajalari qo'shilib ketadigan bo'lsa, bu 2 ning x plus y darajasi bo'ladi. Teng 64 ga. Endi 2 ni x plus y darajasi teng 64 ni biz 2 ni 6-si deb yozib olamiz. Shunda darajalar asosi bir xil bo'lgani uchun darajalarni tenglab olamiz. X plus y imiz 6 ga tengligi kelib chiqadi. Mana bizdan x plus y so'ragan, javob 6 ekan. 12-misolimizda bunda ham xuddi shunaqa qilamiz. 2 ning x darajasi teng 16 taqsim 3 ga. 2 ning y darajasi teng 3 ga. Ikkalasini xatma-xat ko'paytirib olsak, bizda kelib chiqadi 2 ning x'i ko'paytirilgan 2 ning y 16 taqsim 3 ko'paytirilgan 3. 3 lar qisqarib ketadi. Bu
Bu ikkalasi asosiy bir xil darajalar qo'shilsa 2 ni x plus y teng 16 ni biz 2 ni 4-inchisi deymiz. Shunda darajasini tenglasak x plus y ni tenglayveramiz 4 ga. X plus y 4 ga teng bo'ladi. Bizda o'shani so'raganda. 13-sida bu ham xuddi shunday birdan yozib ketaman. Buni bunga ko'paytiraman. 5 ni x ko'paytirilgan 5 ni y ga. 125 taqsim 6 ni ko'paytiraman 750 ga. Bu bilan buni 6 ga qisqartirib yuborsam pastda 1 qoladi, tepada 125 qoladi. Endi mana bu ikkalasini asosiy bir xil darajasini qo'shib yuborsam 5 ni x plus y ga teng bo'ladi. Bu 125 ni birinchisi, bu ham birinchisi. Shunda 125 ning kvadrati hosil bo'ladi. Endi 5 ni x plus y ga barobar 125 da biz 5 ning kubi qilsak bo'ladi. Lekin u 2 ga ta'sir qilsa 5 ning 6-inchisi bo'lib ketadi. Ya'ni mana buni 5 ning kubi dedik. Tashqaridagi 2 ga 3 ni ko'paytirdik 6 bo'ldi. Shu joydan kelib chiqadi bizda x plus y 6 ga tengligi. 14-misolimiz. Buni ham xuddi shunaqa ko'paytirib yuboramiz. 7 ni x ni 7 ni y ga ko'paytiramiz. 7 ning x ko'paytirilgan 7 ni y ga barobar 343 taqsim 4 ko'paytirilgan 28 ga. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak 7 qoladi. 4 ga qisqartirsak. Endi bu ikkalasi asosiy bir xil darajalarni qo'shsak 7 ning x plus y gincha darajasi. 343 degani bu 7 ning kubi degani. Ko'paytirilgan 7 ning birinchisi. Bu ikkalasini qo'shsak 7 ning 4-inchisi bo'lib ketadi. Shunda bizda x plus y qiymati 4 ga tengligi kelib chiqadi. Bizdan x plus y so'raganda 14 javob 4. 15-misolimiz. Bunda ham xuddi shunaqa ishlanadi. 11 ni x ni ko'paytiramiz 11 ni y gincha darajasiga. Bu teng bo'ladi 11 taqsim 4 ko'paytirilgan 484. Buni 4 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak 1 2 1 121. Bu ikkalasining darajasi qo'shilib ketadi. 11 ning x plus y bo'ladi. Teng mana bu 121 11 ning kvadrati, bu 11 ning birinchisi. Bu degani 11 ning kubi hosil bo'ladi. Shu joydan x plus y 3 ga tengligi kelib chiqadi. Bizdan x plus y so'ragandi. 15 javob. 16-misolimizda. 16-misolimizda mana bu ifodani keltirib olamiz. Ya'ni 12 ni x taqsim 3 ni x. Shu joydan 12 ni tub ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, biz uni 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 deb yozsak 12 ni beradi. Tashqarida x taqsim 3 ni x. Endi tashqaridagi x darajani har bittasiga ta'sir qildirsak 2 ni x ko'paytirilgan 2 ni x ko'paytirilgan 3 ni x ni beradi. Taqsim mahrajda 3 ni x. Tepadagi 3 ni x bilan pastdagi 3 ni x ni qisqartirib olsak, bizda 2 ni x qoldi 2 ta. Demak 2 ni x ko'paytirilgan 2 ni x. Buni joyiga bizda 2 ni x 7 ga teng. 7 ko'paytirilgan 7 qo'yib yuboramiz. Javob 49 chiqadi. 17-misolimizda. Bunda ham xuddi mana bu ifodani keltirib olamiz. 18 ni x taqsim 2 ni x. Biz 18 yozsak bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ni x taqsim 2 ni x. Darajani ta'sir qildirib yuborsak 2 ni x ko'paytirilgan 3 ni x ko'paytirilgan 3 ni x taqsim 2 ni x. Shunda 2 ni xlar qisqarib ketadi. 3 ni x-inchisi bizda 8 ga teng. 8 ko'paytirilgan 8 bo'ladi. Bu degani 64 chiqadi. 17-javob. 18-misolimizda ham xuddi shuni keltiramiz. 24 ni x taqsim 8 ni x. Tepani endi 8 ni x ga keltirishga harakat qilib olamiz. Shunda pastdagi bilan qisqarib ketadi. Tepani 3 ko'paytirilgan 8 deymiz. Bu bizda 24 ni beradi. Tashqarida x taqsim 8 ni x. Darajani ta'sir qildirsak 3 ni x ko'paytirilgan 8 ni x taqsim 8 ni x. Tepadagi 8 ni x bilan pastdagi ketadi. 3 ni x qoldi. Bizda 3 ni x 5 ga teng. Javob 5 bo'ladi.
misolimiz. Bu ifodani keltiramiz. 44 ni x taqsim 11 ni x. Tepani bittasini 11 ga keltirishga harakat qilamiz. Shunda bizda bu joyda 4 ko'paytirilgan 11 ning x taqsim 11 ni x deb olamiz. Shu 4 ni 2 ko'paytirilgan 2 deb yozib olaylik birdan. Shunda darajani ta'sir qildirsa 2 ning x ko'paytirilgan 2 ning x ko'paytirilgan 11 ning x taqsim 11 ning x bo'ladi. 11 ning x larni qisqartirib oladigan bo'lsak, bizda 2 ning x ko'paytirilgan 2 ning x qoldi. Endi 2 ning x 5 ga teng ekan. 5 ko'paytirilgan 5 bu degani 25 bo'ladi. 19 javob. 20-misolimizda 200 ni x taqsim 8 ni x. Darajani ta'sir qildiramiz. Undan avval 200 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Ya'ni 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 8 ni x deymiz. Taqsim 8 ni x. Darajani ta'sir qildirsak 5 ni x ko'paytirilgan 5 ni x ko'paytirilgan 8 ni x taqsim 8 ni x. 8 ni xlar ketadi. Bizda 5 ni x 3 ga teng. Har bittasini joyiga 3 ko'paytirilgan 3 qo'yib yuborsak 9 degan javob bo'ladi. Xo'sh, 21-misolimizdan boshlab davom etamiz. Sonli xona birliklari yig'indisi ko'rinishida tasvirlang debdi. 21-misolimizda. Buni qanaqa tasvirlab olsak bo'ladi? Biz buni birinchi raqam 3 bo'lgach 3 yozamiz, qolgan 4 ta raqam o'rniga 0 qo'yamiz. Plus ikkinchi raqam 2 ekan 2 ni yozamiz, qolgan 3 ta raqamning o'rniga 0 yozamiz. Plus uchinchi raqam 5, qolgan 2 ta raqam o'rniga 0 yozamiz. Plus keyingi raqam 8, qolgan 2 ta raqam o'rniga 0 yozamiz. Bitta raqam o'rniga 0 yozamiz. Plus oxirida 6 ni o'zini yozamiz. Endi bu joyda biz 3 ko'paytirilgan mana bu 4 ta 0 bo'lsa, buni 10 ning 4-chisi deb yozib qo'yamiz. Plus 2 ko'paytirilgan 3 ta 0 borligi uchun 10 ning 3-chisi deymiz. Plus 5 ko'paytirilgan 2 ta 0 borligi uchun 10 ning 2-si deymiz. Plus 8 ko'paytirilgan 10 ning 1-chisi deymiz yoki o'zi plus 6. Mana bu ifoda bizga javob bo'ladi. Keyingi misolimizga o'tamiz. 22-misol. Bu ham xuddi shunaqa ishlanishi. Ya'ni 4 yozamiz. Orqasida 4 ta 0 bo'lishi kerak. Birdan yozib ketaman 10 ning 4-chisi deb. Plus 5 yozaman. Orqasida 3 ta raqam bor. 3 ta 0 bo'lishi kerak. Birdan yozib ketaman 10 ning 3-chisi. Plus 2 bo'lishi kerak. Orqasida 2 ta 0, buni 10 ning 2-chisi deymiz. Plus 1 bo'lishi kerak. Orqasida bitta 0, buni 10 ning 1-chisi deymiz. Plus oxirida 5 yozib qo'yamiz. Keyingi misolimizda xuddi shunaqa. Demak, 1 deymiz. Orqasida 4 ta raqam borligi uchun 10 ning 4-chisi deymiz. Plus ikkinchi raqam 0 bo'lgani uchun uni yozmaymiz, 3-raqamga o'tamiz. 2. Orqasida 2 ta raqam borligi uchun 10 ning 2-chisi deymiz. Plus 5, orqasida bitta raqam bor, 5 ta orqasida 10 ning 1-chisi. Plus 4. Endi 24-misolimiz. 1 deymiz, 1 orqasida 4 ta raqam borligi uchun 10 ning 4-chisi. Plus 2 deymiz, orqasida 3 ta raqam bor, 10 ning 3-chisi. Plus keyingisi 0 bo'ladi, keyingisi 1 deymiz, orqasida bitta raqam bor, 10 ning 1-chisi. Bo'ldi, mana shu holatda qoladi bu. 25-misolimizda buni 3 deymiz, orqasida 4 ta raqam bor, 10 ning 4-chisi. Plus keyin yo'q, oxiridan bitta oldin 4 bor, orqasida bitta raqam bor, bu 10 ning 1-chisi bo'ladi. 26-misol. Hisoblang degan. Endi boyagi narsani biz hisoblashimiz kerak. Bu degani 10 ning 4-chisi degani 10 ming degani. Plus 2, orqasida 3 ta 0 bor, bu 2000 degani. Plus 5, 10 ning 2-chisi ekan. Orqasida 2 ta 0 bor degani. Plus 6, orqasida bitta 0 bor, bu 60 degani. Plus 2. Hisoblaydigan bo'lsak 10 ming plus 2000 plus 500 plus 60 plus 2.
Bu degani 12.562 degani. Keyingi misolimizdan xuddi shunaqa hisoblanadi. Buni 30.000 bo'lar ekan. 30.000 plus 4.000 plus 700 plus 50 plus 1. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 34.751 bo'ladi. 28-misolimiz. 28 da ham xuddi shunaqa davom ettiramiz. Buni 10.000 yozib olamiz. Plus 5 orqasida 2 ta 0 bor, plus 4 orqasida 1 ta 0 bor, plus 8. Bu bo'ladi 10.548. 29-misolimiz. Buni yozadigan bo'lsak 8 orqasida 4 ta 0 bor, plus 2 orqasida 3 ta 0 bor, plus 2. Bu bo'ladi 80.000, ya'ni 82.002. 30-misolimiz. Bu 3 ta orqasida 4 ta 0 bor, plus 8, 1 ta 0 bor, plus 4. Bu 30.084 bo'ladi. Qo'shaversak. 31da standart shakliga keltirish kerak. Sonlarni standart shakliga keltiramiz. Standart shakl degani bilamizki, virgulni oldida bitta raqam qolguncha standart shakliga keltirish kerak. Buni ikkita virgul surib, mana bu 1 da orqasiga o'tkazamiz virgulni. Shunda 1.256 bo'ladi. Endi ikkita virgul surganimiz uchun buni orqasiga 10 darajasi 2 yozib qo'yamiz. 3 ta virgul sursak 3 yozib qo'yardik. Endi javobimiz 1.256 10 darajasi 2 bo'ladi. 32-misolimizda. 32-misolda virgul mana bu joyda turibdi deb tasavvur qilamiz. 5 ta surar ekanmiz virgulni. Shunda 1.2 bo'ladi. 5 ta sursak, 10 darajasi 5 yozib qo'yamiz. 1.2 10 darajasi 5. 33-misolimizda bunda 3 ta virgul surar ekanmiz. 2.1005 10 darajasi 3 bo'ladi. 3 ta virgul surganimiz uchun. Bunisida endi virgulni biz chap tomonga surayotgandik. Endi o'ng tomonga, ya'ni mana biz 8 bilan 7 ning o'rtasigacha suramiz. Chunki virgulda oldin bitta raqam qolish kerak. Shunda 8.7 bo'ladi. 4 ta surdik, faqat o'ng tomonga surganimiz uchun 10 darajasi -4 bo'ladi. Ya'ni o'ng tomonga sursak daraja minus bo'lib ketadi, chap tomonga sursak daraja plus bo'lib ketadi. O'shaning uchun. 35-misolimiz. 35-misolimizda virgulni ikkita suramiz. 7.3 bo'ladi. 10 darajasi -2. Endi bunda chap tomonga suramiz. 2.3456 bo'ladi. 10 darajasi 3 bo'ladi. 37-misolimizda 1 orqasiga suramiz. Shunda 1 virgul qo'ymaymiz, ko'paytirilgan 5 ta surganimiz uchun 10 darajasi -5 bo'ladi. 1 ko'paytirilgan 10 darajasi -5. Bu 37 javob. Yoki 1 da yozmasak ham bo'ladi. Barobar. Endi bunda birinchi mana buni standart shaklga keltirib olamiz. Buni 2.4 deymiz. 10 darajasi 1. Ko'paytirilgan 10 darajasi 5 ham bor. Endi bu ikkalasining asosi bir xil bo'lgani uchun bizda o'rtasi ko'paytirish darajalari qo'shiladi. Birinchi 2.4 yozamiz. 10 darajasi 1 ga 10 darajasi 5 ni qo'shsak, bu 10 darajasi 6 bo'ladi. 39-misolimizda mana buni standart shaklga keltirsak, 3 ko'paytirilgan 10 darajasi -3 bo'ladi. Virgulni 3 ta orqasigacha surdik. Ko'paytirilgan, ya'ni 10 darajasi -5 ham bor. Endi bu joyda 3 ko'paytirilgan 10 ning -3 ga 10 ning -5i o'rtasi ko'paytirish darajalari qo'shilib ketsa 10 ning -8 bo'ladi. Qirqinchi-misolimiz. Birinchi mana bu 225 standart shaklga keltirsak, bu 2.25
ko'paytirilgan 10 darajasi 2 ko'paytirilgan yana 10 darajasi minus 7 ham bor. Bu joyda bu ikkalasining darajasi qo'shilib ketsa 2,25 ko'paytirilgan 10 darajasi plus 2 ga minus 7 bu minus 5 ni beradi. Shunda javobimiz 40 ning javobi 2,25 10 darajasi minus 5 bo'ladi. Endi 41-misolimiz. 41-misolimizda bizda hisoblang va natijani standart shaklda tasvirlang debdi. Birinchi har bitta qavsni standart shaklda tasvirlab olishimiz kerak bo'ladi. 2,4 10 darajasi minus 5 bu standart shaklda ekan. Ko'paytirilgan, lekin biz 15 ni standart shaklga keltiramiz. Buni 1,5 ko'paytirilgan 10 darajasi 1 deb yoza olamiz. Ko'paytirilgan yana 10 darajasi 3 ham bor. Endi biz birinchi 2,4 ni 1,5 ga ko'paytiramiz. 2,4 ni 1,5 ga ko'paytirsak bu 3,6 bo'ladi. 3,6 10 darajasi minus 5. Mana bu ikkalasining darajasini qo'shib yuborsam 10 darajasi plus 4 bo'ladi. Shunda javob kelib chiqadi 3,6 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 5 ga plus 4 qo'shib yuborsak minus 1 bo'ladi. 42-misolimiz. 42-misolda buni ham qavslarning ichini birinchi standart shaklga keltirib olamiz. 0,25 ni keltirsak bu 2,5 10 darajasi minus 1 bo'ladi. Ko'paytirilgan 10 darajasi 7. Ko'paytirilgan 24 standart shaklga keltiramiz. 2,4 ko'paytirilgan 10 darajasi 1. Ko'paytirilgan 10 darajasi minus 4. Bu joydan 2,5 ni 2,4 ga ko'paytirsak bundan javob kelib chiqadi 6 kelib chiqadi. Javob 6 bo'ladi. Ko'paytirilgan, ya'ni 2,5 ni 2,4 ga ko'paytirdik. 10 darajasi minus 1 ga 10 darajasi plus 7. Bundan 10 darajasi 6 kelib chiqadi. Plusdan ko'paytirilgan. Mana bunda 10 darajasi 1 ga 10 darajasi minus 4. Bundan 10 darajasi minus 3 kelib chiqadi. Bu 6 ko'paytirilgan 10 darajasi 6 ga 10 darajasi minus 3 bu 10 darajasi 3 ni o'zini beradi. Ya'ni 6 dan 3 ni ayirib olamiz. Shunda javob 6 ko'paytirilgan 10 darajasi 3 bo'ladi. 43-misolimiz. Mana buni standart shaklga keltirsak bu 2,4 yozamiz. 10 darajasi 2. Ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2. Ko'paytirilgan 3 ni o'zi 10 darajasi 5. Shunda 2,4 ni 3 ga ko'paytirib olsak 7,2 bo'ladi. 10 darajasi bu minus 2 ga plus 2 0 bo'lib ketadi. Ya'ni qisqarib ketib qoladi, 1 bo'lib ketadi. Ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 yo'q. 3 ni ko'paytirib oldik-ku. Shunda 10 darajasi 5 ni o'zi qoldi. Sonni songa ko'paytirdik, 10 darajasi 5 qoldi. Shunda 7,2 10 darajasi 5 degan javob bo'ladi. 44-misolimiz. Bunda ham birinchi qavs uchun standart shaklga keltirsak, virgulni 4 ta surar ekanmiz. 4 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 4 bo'ladi. Ko'paytirilgan 10 darajasi 7 ham bor. Ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 3. Bunda 4 kare 2 8 bo'ladi. Mana bu 10 darajasi 4 ga 10 darajasi 7 dan 10 darajasi 3 chiqadi. Ko'paytirilgan 10 darajasi minus 3. Mana bu ikkalasi qisqarib ketadi. Minus plus bo'lgani uchun bunda faqat 8 degan javob qoladi. 45-misolimizda biz 0,05 mana buni standart shaklga keltirsak 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 3. Ko'paytirilgan yana bitta 10 darajasi minus 3. Ko'paytirilgan 48 ni keltirsak 4,8 ko'paytirilgan 10 darajasi 1. Ko'paytirilgan 10 darajasi 3. Endi 5 ni 4,8 ga ko'paytiradigan bo'lsak bizda xo'sh 24 bo'ladi. Mana bu 10 darajasi bitta minus 3 bilan plus 3 1 bo'lib ketadi. Bizda qoldi 10 darajasi minus 3 ga 10 darajasi 1. Bundan 10 darajasi minus 2 chiqadi. Endi 24 ni o'zini keltirsak 2,4 ko'paytirilgan 10 darajasi 1 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2. Bu joyda 2,4 mana bu minus 1 ga 10 darajasi 1 ga 10 darajasi minus 2 dan 10 darajasi minus 1 qoladi. Shunda javob 2,4 10 darajasi 1 bo'ladi.
Keyingi misolimiz 46-misol. Sonlarning natural bo'luvchilar sonini, ya'ni nibisini so'rayapti. 46 dan boshladik. Birinchisi 2 ni 10-si o'zini yozamiz, ko'paytirilgan, keyin 3 ni 4-si o'zini yozamiz. Faqat mana bu 4 ni 5-sini keltiramiz, ya'ni buni 2 ning kvadratining 5-si deb olamiz. Shunda qavs ochadigan bo'lsak, birinchisi ya'ni 2 ni 10-si, 3 ni 4-si va oxirida yana 2 ni 10-si hosil bo'ladi. Shunda mana bu 2 ni 10-si bilan 2 ni 10-si asosi bir xil. Darajalar qo'shilsa 2 ni 20-si ko'paytirilgan 3 ni 4-si bo'ladi. NBSni formulasini topamiz. NBS barobar 1 plus birinchi sonni joyiga 20 qo'yamiz. Ko'paytirilgan 1 plus ikkinchi sonni joyiga 4 qo'yamiz. Shunda 21 ko'paytirilgan 5. Bunda javob 105 chiqadi 46 da. Keyingi 47-misolimizda 4 ni 2 ning kvadratining 5-si qilamiz. Ko'paytirilgan 9 ni 3 ning kvadratining kvadrati qilamiz. Qavs ochadigan bo'lsak, birinchisi 2 ni 10-si, ikkinchisi 3 ni 4-si. Bunda biz nibisidan topamiz. NBS barobar 1 plus 10 ko'paytirilgan 1 plus 4. Shunda 11 ko'paytirilgan 5. 55 degan javob bo'ladi. Qirq sakkizinchi misolimiz 6 ni 4-si degan. 6 ni biz 2 ko'paytirilgan 3 deymiz, 4-si bo'ladi. 16 ni biz 16 ni 2 ning 4-sining kubi deb olamiz. Endi darajani ta'sir qildirsak, 2 ni 4-si, 3 ni 4-si i 2 ni 12-si bo'ladi. Shunda buni bilan buni darajasi qo'shilib ketsa, 2 ni 16-si ko'paytirilgan 3 ni 4. NBS barobar 1 plus 16 ko'paytirilgan 1 plus 4. Shu joydan kelib chiqadi bizda 17 ko'paytirilgan 5. Bu degani 85 bo'ladi. 49-misolimiz. 9 ni 3 ni kvadrat qilamiz, qavs tashqarida 2. 125 ni 5 ning kubi qilamiz, qavs tashqarida 3. Qavs ochadigan bo'lsak, 3 ning 4-si, 5 ni 9-si. NBS barobar 1 plus 4 ko'paytirilgan 1 plus 9. 5 ko'paytirilgan 10. 50 degan javob bo'ladi. 50-misolimizda 49. Bu 7 ning kvadratining 5-si. 27 3 ning kubining 4-si. Darajani ta'sir qildirib oladigan bo'lsak, 7 ning 10-si, 3 ning 12-si. Nibisini topadigan bo'lsak, 1 plus 10 1 plus 12. 11 ko'paytirilgan 13. 143. 143 bo'ladi. 51-misolimiz. 343 degani bizda 7 ning kubi edi. Qavs tashqarida 2. Ko'paytirilgan 32. Bu 2 ning 5-sining qavs tashqarida kvadrati. Darajani ta'sir qildirsak, birinchisi 7 ning 6-si, keyin 2 ning 10-si bo'ladi. Shu joydan bizda nibisini topib olamiz. Buradan nbs barobar 1 plus 6 ko'paytirilgan 1 plus 10. 7 ko'paytirilgan 11. 77 bo'ladi. 51 da. 52-misolimiz. Bu joyda 6 ni mana bu bo'lishni kasr ko'rinishida yoza olamiz. Tepada bizda 6 ni 2 ko'paytirilgan 3 ning 10-si deymiz. Mahrajda yozamiz. 2 ni 5-si ko'paytirilgan 3 ni 4-si. Darajani ta'sir qildirsak, tepaga 2 ni 10-si, 3 ni 10-si taqsim 2 ni 5-si, 3 ni 4-si.
2'ning 10'tasi bilan 2'ning 5'tasi ketsa, tepada yana 2'dan 5 ta qoladi. 3'ning 10'tasi bilan 3 4'tasi ketsa, tepada 3'dan 6 ta qoladi. Qoldi bizda 2'ning 5-chisi, 3'ning 6-chisi. O'shaning nabasini topamiz. Nabasi barobar 1 plus 5 birinchi sonning darajasi 1 plus 6 ikkinchi sonning darajasi. Shunda 6 ko'paytirilgan 7 42 bo'ladi. 53-misolimiz. Demak, buni ham kasr ko'rishda yoza olamiz. 2'ning 10-chisi ko'paytirilgan 3'ning 12-chisi taqsim. Mana bu 4'sini 2'ning kvadrati qilsak, bu 2'ning 8 bo'lib ketadi. Ko'paytirilgan 27'ni 3'ning kubi qilsak, bu 3'ning 9-chisi bo'lib ketadi. Shunda 10'tasi bilan 8'tasi ketsa, 2'dan 2 ta qoladi. 12 ta bilan 9'tasi ketsa, 3 ta qoladi. Bizda 2'ning 2-chisi, 3'ning 3-chisi qoldi. Endi shu joydan bizda nabasini topadigan bo'lsak, nabasi barobar 1 plus birinchi sonning darajasi 2. 1 plus ikkinchi sonning darajasi 3. 3 ko'paytirilgan 4 12 bo'ladi. 53-misolimiz. 54-misolimizda 18 ni keltiramiz. 18 ni 3 ko'paytirilgan 6 ning darajasi 4 qilsak bo'ladi. Pastda 6 ning 3-chisi. Nima uchun aynan 18 ni 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati qilmadim desa, pastda 6 bilan qisqarib ketishi shunaqa yozdim. Darajani tasvir qildirsam 3 ning 4-chisi, 6 ning 4-chisi taqsim 6 ning 3-chisi. Shunda 6 ning 4'tasi bilan 6 ning 3'tasi ketsa, 6 dan bitta qoladi. 3 ning 4-chisi 6 dan bittani 3 dan bitta, 2 dan bitta deb yozib olamiz. Shunda bizda mana bu ikkalasining darajasini qo'shib olsak, 3 ning 5-chisi bo'ladi. 2 ning 1-chisi. Nabasini topadigan bo'lsak, nabasi 1 plus 5 1 plus 1 6 ko'paytirilgan 2 12 bo'ladi. 55-misolimiz. 48 da ko'paytuvchilarga ajratib yozadigan bo'lsak, 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 3 ni qaz tashqarida 5-chisi bo'ladi. Taqsim 18 ni 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadratining qaz tashqarida 2-chisi qilamiz. Bo'lishni kasr ko'rishda yozdim. Darajani tasvir qildirsam, 2 ning 20-chisi ko'paytirilgan 3 ning 5-chisi. Taqsim mahrajda 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning 4-chisi. Shunda 2 ning 20'tasi bilan 2 ning 2'tasi ketsa, 18'tasi qoladi. 3 ning 5'tasi bilan 3 ning 4'tasi ketsa, 3 dan bitta qoladi. Bizda 2 ning 18-chisi ko'paytirilgan 3 ning 1-chisi qoldi. Shunda nabasini topadigan bo'lsak, nabasi barobar 1 plus birinchi sonning darajasi 18 ko'paytirilgan 1 plus ikkinchi sonning darajasi 1. Shunda 19 ko'paytirilgan 2 34 bo'ladi. Qayerdadir xato ketdimmi? Aha. 2 ning 4-chisi, 3 ning 5-chisi. Ha, 19 ko'paytirilgan 2 38 bo'ladi, uzr, 38.